Assalomu alaykum azizlar. Mana hozir asalari idishimizga arib olyapmiz. Bu yerda albatta solishdan oldin onalarni ko'rib olamiz. Onasi bormi, yo'qmi? Mana shu ramkada mana shu onasi ketyapti. Mana shu onasi bo'ladi. Buni onasini albatta izlab topib, buni bir chekkaga olib qo'yamizda. Chunki hozir olishimiz kerak, bu tuxum qo'yadi, ko'payish kerak. Bu ona arini topib olmasdan agar soladigan bo'lsak, ona ari idishimizga o'tib ketib qoladigan bo'lsa, shu bilan bu oila qirilib ketadi. Idishimizga hozir albatta yana bir ko'ramiz buni. Bizga imkon qadar kuchli baquvvatlari kerak. Mayda tuxumdan chiqqanlari u umuman ish bermaydi. Yaxshi chaqmaydi. Zahari biz kutganchalik bo'lmaydi. Mana idishimizga soldik. Bu arilarimiz bemorlarimizni salomatlik yo'lida o'zini qurbon qilishga tayyor. Kimda oyoq og'rishi, revmatizm, poliartrit, davleniya, zahar, grija, osteoxondroz, surunkali bosh og'rig'i, immunitet pastligi, befarzandlik, jinsiy ojizlik, varikoz kasalliklari, mana shu 30 dan ortiq kasallikka asalari chaqtirib muolaja qilamiz. Manzilimiz Farg'ona viloyati Beshariq tumani Musiqa san'at maktabi ro'parasida. Klinikamiz Qo'qon shahrida ham filialimiz bor. Navoiy massiv Oqtepa Lavash orqasi 14-domda. Umurbek tabib desangiz YouTube, Telegram kanallarimiz bor. Bemalol shu yerlarga kirib natijalarimiz bilan bemalol tanishib chiqasizlar. Salomat bo'lasizlar, dard ko'rmanglar. Alloh taolo hammalarimizga, dardmanlarimizga shifoyi kamolot etsin. Doim sog' bo'linglar. Imkon qadar tabiiy davolanishlikda o'zlaringga odat qilinglar.